Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugun sotuvga chiqqan joyimiz Urganch shahar Shumbalani yonida Gurlanskida bo'ladi. 4 etajli domning 3-etajida 2 xonali shpoqlovkadan chiqib, tayyor doğru girib yashidan joyimiz sotuvga chiqdi. Mestasini umuman gap yo'q. Zo'r tochkada joylashgan. Yan tarafimiz Olimpiya stadion bo'ladi. Berimiz Shumbala taraf bo'ladi. Gurlansk tarafda. Joyimiz qanaqasi ichkari qismi bilan donishib ko'rishib chiqsak. Hurmatli obunachilar, 3-etajimizga ham yetib keldik. 4 etajli domning 3-etajida. Girish xoti eshiklarimiz demir, yaxshi, sifatli eshiklardan ekan. Bismillahirrohmanirrohim deb ichkari tomonga kiradigan bo'lsak, oyoq tilamiz linoleum ekan. Devorlarimiz shpoqlovkadan chiqib 100% aboya tayyor bo'lib, ajoyib bo'lib turibdi. Ichkari qismlarni ko'rsatib o'tsam, bu yon tarafimiz kuxnyamiz bo'ladi, bu yon tarafimiz sanuzelimiz bo'ladi, bu yon tarafimiz zalimiz bo'ladi. Bu yonimiz spannimiz bo'ladi. Hurmatli obunachilar, aynalari akvayna bu yon tarafda mebel texnikalari ham bor. Joyimiz darishkalar döşelgan. Lilon. Hurmatli obunachilar, joyimiz narxi ham ajoyib. 4 etajli domning 3-etajida aynalari akvana podogonnliklarga ega. Suv, svet, gazdan umuman problemasi yo'q. Bu yon tarafimiz zalimiz bo'ladi. Lyuslarga ega. Bu yon tarafdan ajoyib pohaklardan qistirib ko'tdi ekanlar. Bu yon taraf balkon tarafimiz bo'ladi. Balkon tarafimiz aynasi ham eshik ramlari akva ekan. Joyimiz mestasini umuman gap yo'q. Zo'r tochkada joylashgan. Mening Shumbalani ko'rinib turibdi. Tarital, Olimpiya stadion, hamma joyi udobniy joyda, zo'r tochkada joylashgan 2 xonali kvartiramiz zudlik bilan sotuvga chiqdi. Bu yon taraf girgan xotimiz bo'ladi. Bu yerda ajoyib ko'tdaylar. Bu yon taraf kuxniy. Sanuzelimizni ko'rsatadigan bo'lsak, sanuzelimizda kir mashinamiz bor. Bu yerda yarim qismini kafilat ko'tdaylar, dimoxodlar bor, patoloqlarimiz plastik. Ajoyib, umuman gap yo'q. Bu yon tarafimizga o'tadigan bo'lsak, kuxnimiz bo'ladi. Kuxnimizda xanamliklari bor. Bu yerda gaz plitasi. Mebellar ham ajoyib ekan. Yan tarafimiz aynasi. Taxta oyna ekan, hurmatli obunachilar. Joyimiz zudlik bilan sotiladi. Joyimiz narxini aytib o'tsam, 330 million so'm. Joyimiz kvadrat metri 47 kvadrat metr. Balkonni qo'shsa 50 kvadrat. Joyimiz zudlik bilan sotiladi. Kimga joyimiz ma'qul kelgan bo'lsa, pastdagi telefon nomerlariga telefon urib, to'liq ma'lumotni olishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kanalga obuna bo'lishdan chiqmasin. Hamma shundan joy olish nasib etsin.